Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Buxoro gimnaziyasi ustozlari yangi loyihani, ya'ni ustoz podkastini boshladik. Bunda biz o'quvchilarga va ota-onalarga foydali bo'lgan ma'lumotlar ulashib boramiz. Bugungi mehmonimiz Behruz Abdusafoyev, men Umurzoqov Otabek, shu maktabning ustozlarimiz. Bugun olib boradigan muhokamamiz Behalovat avlod Jonatan Haydtni yoki tashvishli avlod desak ham bo'ladi. Shu kitobi to'g'risida bugun ustozimiz bilan biroz mulohazalar olib boramiz, ya'ni shu kitobni tahlil qilib boramiz. Shu kitob haqida, ya'ni bu kitobdagi ma'lumotlarni beramiz. Bu podkastda gapiriladigan gaplar hech bittasi o'zimizdan emas, ya'ni bu kitobdagi ma'lumotlar hammasi ham bizni bundan hech qanaqangi da'voyimiz yoki olimlik darajasidagi biror bir fikrlarimiz yo'q. Kitobdagi umumiy tushunchalarni berib boramiz. Demak, ustozimiz bu kitobni tarjima qilib o'qib chiqishgan. Bu kitob o'zi nima haqida kichik ma'lumotlar berishadi. Avvalambor rahmat. O'zi umumiy kitob bo'yicha gapirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda muallif nima haqida gapirmoqchi bo'lgan? Hozir bilamiz, bizdagi eng katta dolzarb muammo bu ijtimoiy tarmoq va telefonga berilib ketishlik. O'zi tashlangan avlod deb keladi. Avlod degan nima nazarda tutyapti? Hozir bizni bilasiz, oxirgi avlodlarimiz Generation Z, Generation Alpha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Z va Alpha avlodlari bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga qanaqa katta ta'sir o'tkazyapti va buni zararli tomonlari va qanaqa yechimlar berib o'tsak bo'ladi, shu narsalar umumiy muhokama qilingan. Kitobning boshida bir qiziqarli metafor bilan boshlangan, o'xshatish bilan agar farzandingizni Marsga uchirish imkoniyati bo'lganda siz uni uchirgan bo'larmidingiz degan savol bo'ladi. Ko'pchilik bunga ha deyishligi mumkin, chunki yangi joyda bir yashab ko'rsin yoki bilamiz, kelajakda insonlar hammasi Marsda yashashligi mumkin degan narsa bo'ladi. Lekin deydi, ko'p agar farzandingizni yuboradigan bo'lsangiz, ota-onalar o'ylab ko'rmaydigan jihati u yerdagi muhit, sharoit, to'g'rimi? Agar yerda tug'ilib katta bo'layotgan odam mana shu yerni qonun qoidalariga bo'ysunib, shu yerda yashab kelmoqda, to'g'rimi? Lekin Marsga boradigan bola bo'ladigan bo'lsa, u yerdagi tortish qonuni, u yerdagi havo, u yerdagi muhit umumiy unga to'g'ri kelmasligi mumkin. Va katta texnologiya bu narsa bilan u yerda bitta odam yashab ketishi qiyin. Va u o'xshatishni nimaga o'xshatmoqchi? Hozir biz ijtimoiy tarmoq degan narsani Marsga qiyoslasak bo'ladi. Ya'ni biz farzandimizni o'sha Mars degan ijtimoiy tarmoqqa joylab qo'ydik. Ya'ni bu narsa haqida biz qayg'urmayapmiz, bu narsa haqida o'ylamayapmiz va natijada bolalar u yerda boya aytganimizdek salbiy oqibatlarga duch kelib qolyapti. Misol uchun, o'sha ijtimoiy tarmoqning ularga bo'layotgan katta ta'sirlaridan bittasi ota-onalarga ayta olmaydigan qanaqadir muammolarga kirib qolishligi. Cyber bullying deymiz bu narsani. Boshqalar tomonidan qanaqadir ta'sir o'tkazilishi yoki umumiy ijtimoiy qaramlik, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqqa shu darajada qaram bo'lib qoladiki, usiz deyarli yasha olmay qoladi. Bilamiz, like'lar, kommentlar yoki boshqa narsalar hammasini umumiy xulosalasak bo'ladi. Keling, birinchi o'rinda o'sha ijtimoiy tarmoqlar qanaqa qilib o'sha ta'sir ko'rsatish boshladi, shu narsalarga gapirib o'tib ketaman. 2007-yilda iPhone'ni ommaga taqdim qilinishi. Bu narsa bizda ijtimoiy tarmoq, ya'ni umumiy internetni bitta qo'limizdagi kichkina narsaga o'tkazib qo'ydik degan ma'noda kelsa bo'ladi. Chunki undan oldin internet bor bo'lgan bo'lsa, faqat kompyuterlarda uyga borib turib, faqatgina kompyuterdan foydalanish, kompyuterda internetga kirishligi mumkin bo'lgan bo'lsa, hozir endi bu narsani xohlagan joyida foydalanishligi mumkin. Va biz bu narsani imkoniyatini qilib berdik va undan keyin yillar o'tib turib bizda Facebook, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bu yerda rivojlanishi va bu orqali o'sha ijtimoiy tarmoqlar ichida ham o'zgarishlar bo'lishligi. Misol uchun, boshlarida bizda kommentariy yozish tizimlari bo'lmagan, misol uchun, yoki boshqacha ko'rinishlari bo'lmagan bo'lsa, keyin shu narsalar sekin-sekin qo'shilish boshladi. Bu nimaga olib keldi? Ijtimoiy tarmoqdagi odamlarning menga bo'ladigan fikri qanaqa? To'g'rimi? Misol uchun, hozir ham bo'ladi shu narsa. Kimdir Instagram yoki boshqa platformaga rasm, video joylagan bo'lsa, har soatda kimdir menga qanaqadir izoh qoldirdimi? Kimdir menga like bosdimi? Yoki odamlar fikri qanaqa bundan degan narsa bo'ladi. Hattoki o'zimizda, to'g'rimi? Oddiy Telegram kanalimiz bo'ladigan bo'lsa ham, aytaylik, yaxshi foydali post yozganmiz, lekin o'sha postga ham kimdir bizda qanaqadir fikr qoldirdimi degan narsa bo'lib qolyapti. Bu o'sha bizga ta'sirini o'tkazmay qolmadi desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Lekin buni o'sha Instagram yoki boshqa platformalar, ayniqsa TikTokda oladigan bo'lsak, u yerda bolalarning o'zlari qolib ketishligi juda ham xatarli. Chunki boya aytib o'tganimdek, bizda internetning o'zida ijtimoiy tarmoqda qo'yilayotgan rasmlardan kelayotgan
mana bu layklar insonga arzon dopaminni beradi. Ya'ni qancha ko'p arzon dopamin keladigan bo'lsa, ular odatiy bo'lgan mana bu kitob o'qish, dars qilishdan bu yerda maza qilmay qolishadi. Nima uchun? Boya aytibmiz, bizda arzon dopamin. Chunki agar bitta kitob o'qib tugatadigan bo'lsangiz, oxirida bizda dopamin berishligi mumkin. Ya'ni maza qilamiz u kitob tugatgandan keyin. Lekin ular bitta Instagram Reels'dagi videoni ko'rib turib ham nima qiladi? O'sha dopaminni olib qo'ya qoladi. Undan ko'ra kitob o'qimasdan o'sha narsani qilganligi ular uchun foydaliroq va bu xuddi boya aytib o'tganimizdek narkotik modda iste'mol qilayotgandaqa ta'sir o'tkazadi. Chunki ular shu narsani yanada ko'proq qilishni xohlab qolishadi va natijada bu narsaga qaram bo'lib qolishadi. Va yana bitta joyi kitobda aytib o'tilgan shunaqa alohida bitta mavzusi bor. Ijtimoiy tarmoq bolalarga qaraganda qizlarga ko'proq ta'sir qiladi. Nima uchun? O'sha boya yuqorida aytib o'tgan narsam, qizlar o'sha ijtimoiy e'tibor xohlaydigan bo'lsa, keyin ular kattaroq ta'sirchan bo'ladi. Ya'ni ko'p narsaga ko'proq ta'sirchan bo'ladi. Bolalar oladigan bo'lsak, u darajada emas. Misol uchun, agar qizlar bilan bolalar ijtimoiy tarmoqqa o'zlarini qanaqadir biron bir rasmini qo'yadigan bo'lsa, qizlar uchun kelayotgan kommentni ta'siri bolalarchalik bo'lmaydi. Agar bolalarga kimdir qanaqadir boshqacharoq komment yozib qo'yadigan bo'lsa, ularga bu narsa katta ta'sir qilmasligi mumkin, lekin qizlarda emotsional qattiq ta'sir bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun yana boshqa faktorlari ham bor bu narsani zararli tomonlarga olib ketib qolishligi, boya aytganimizdek o'sha o'z joniga qasd qilishlik g'oyalari bo'lgan narsalarni olib borib qo'yishliklari mumkin. Hozirgi davrda men o'zimning shaxsiy fikrim, ijtimoiy tarmoqqa ayniqsa qizlar o'zlarining rasmlarini qo'ymaganligi ma'qulroq. Qattiqroq qarash kerak, ota-onalar bunga jiddiy qarash kerak deb o'ylayman. Chunki hozir sun'iy intellekt bor davrida bu narsa juda ham katta muammo. Bilasiz. Uni natijalari, u nimalarga olib borib qo'yishligi, bu narsalarni bu yerda aytib o'tirishim shart emas. Bu narsalarni hozir biz to'g'irlamaydigan bo'lsak, ertaga to'xtatib bo'lmaydigan darajaga kelib qoladi. Chunki o'zi bitta video ham chiqarishdi. Ota-onaga eksperiment qilib ko'rishgan. Ya'ni bitta katta kinoteatrga o'zini farzandini o'sha AI yordamida, sun'iy intellekt yordamida kattartirib gapirtirdirgan. Mana meni shuncha rasmimni hozir bu ijtimoiy tarmoqqa qo'yapsiz. Endi bu narsa bilan xohlagan odam xohlagan maqsadda foydalanishi mumkin. Shuning uchun bu tomonni yaxshilab qarab chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Shu tomonlari. Endi faqat hozir qizlarni yomonlab ketishlik degani emas, demoqchi bo'lganim, faqat bitta tomonga olib ketmadik. Bolalarda qanaqa muammolar bo'lyapti? Bolalarni ham ijtimoiy tarmoq ishlatayotgandagi juda yomon muammolardan bittasi bu o'sha noto'g'ri kontentni tomosha qilishligi. Ya'ni bu darajaga bunga shu darajada ruju qo'yib qo'yishadiki, bundan chiqarib olishga ham muammosi bor. Eng yaxshi foydalardan bittasi bu ota-onani doimiy nazoratda bo'lib turishi. Hozir bu narsaga yechimlarni ham aytib o'tib ketamiz. O'sha muallifning o'zi oxirida yechim berib o'tgan kitobda nima qilishimiz mumkin? O'sha aytib o'tganimizdek, ota-onalar bu yerda yaxshiroq ishlaydigan bo'lsa, maktab bo'lsin yoki boshqa qanaqadir yordam beradigan jamiyatlar bo'lsa, hammasi birgalikda yaxshi foydalanadi. Misol uchun farzandini ishlatayotgan ijtimoiy tarmog'i deylik yoki telefoni deylik, deyarli har kun tekshirilib turishligi. Ular nima bilan band, kimlar bilan bu yerda aloqada bo'lishyapti, hammasi nazoratda bo'ladigan bo'lsa, biz aytayotgan yuqoridagi muammolar bo'lmaydi. Chunki shunaqa narsa, agar kimdir boya aytganimizdek cyberbullying har xil narsa bilan qo'rqitadigan bo'lsa, ular kerak bo'lsa ota-onasiga aytishga ham qo'rqib qolishadi. Agar buncha rasm bermaydigan bo'lsang, men ana shu rasmingni tarqatib yuboraman. Chunki bilamiz, har xil rasmga tushib qolishligi mumkin bolalar. Qanaqadir odam ko'rsa uyalib qoladigan rasmi bo'ladigan bo'lsa, shuni ham tarqatib yuboraman deb turib qo'rqitishi mumkin. Shu narsalar bitta juda ham muhim. Keyin yana bitta joy aytilgan, agar bolalarga ijtimoiy tarmoq ishlatmaysanmi, telefon ishlatmaysanmi deb bitta odamdan so'raydigan bo'lsangiz, boshqalarchi deb turadigan savol bo'ladi. Bu yerda bitta eksperiment qilib ko'rishgan, ya'ni umumiy bitta sinfdan so'rab chiqishgan. Aytgan, agar degan hamma sinfdoshlaring o'sha ishlatayotgan telefonini ishlatmaydigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqqa kirmaydigan bo'lsa, sen ham rozi bo'larmiding desa, menga shunisi yaxshiroq edi degan javobni berishgan. Nimaga? Chunki ko'p odamlar ishlatayotgan telefon yoki ijtimoiy tarmog'i ko'pincha boshqa odamlarning fikri bilan bo'lib qolgan. Ya'ni shu odamlar qilyapti, men ham qilishim kerak. O'zi u narsaga muhtoj emas edi, lekin bilmadim, o'sha tashqi ta'sir bu yerda ancha katta rol o'ynab qo'yadi. O'shaning uchun menimcha hamma tushunishligi kerak, men o'zim nima uchun ishlatyapman. Rostdan ham menga foyda beryaptimi ijtimoiy tarmoq? Men foydali yo'lda olib boryapmanmi yoki men boshqalarning fikri uchun bu yerda ish qilyapmanmi degan. Keyin katta muammolardan bittasi o'sha bizda FOMO deyiladi, fear of missing out. Ya'ni biror narsaga erisha olmay qolishlik yoki boshqa narsa bo'lgan qo'rquv. Ya'ni
hozir bu qanaqa ommalashib ketdi? Kimdir qanaqadir joyga boradigan bo'lsa, aytaylik, biron bir restoran deymizmi yoki yangi shahar deymizmi, ya'ni hozirgi ondan zavqlana olishmaydi. Hozirdan zavqlana olishadi. Nima qilish kerak? Telefonni olib turib rasmga oladi. Agar restoranga borib qanaqa ovqat yegan bo'lsa, ovqatni rasmga oladi, ijtimoiy tarmoqqa qo'yadi. Men bugun bunaqa ovqat yeyapman, men bunaqa. Chunki boshqa odam ko'rmasa, men zo'r yashayotganligimni boshqalar bilmay qoladi. Chunki shuncha odamlar zo'r yashab yuribdi, menikini ham bilib qo'yish kerak degan savol holat bo'lib qolishyapti. Ya'ni odamni halovatini yo'qotib qo'yadi. Shuning uchun behalovat avlod deb nomlanyapti kitob ham. Menimcha mana shu narsalarni umumiy ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'sha kitobning ichida berilgan ma'lumot mana shu hisoblanadi. Endi yechimlarga keladigan bo'lsak, o'zingiz bitta yechimni aytib chiqadigan bo'lsangiz, mana shularga. Yechim o'laroq o'zi kitobimizda ham yechimlar berilgan. Juda yaxshi yechim. Ayniqsa 4 tasini eslab o'tsak bo'ladi. Birinchisi, misol uchun, ekran yoshini kechiktirish. Ya'ni taqiq. 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun, ya'ni telefon ekranini taqiqlashlik, ya'ni umuman qarashmasin. Yoki ijtimoiy tarmoqqa kiradigan yoshni 17 yoshgacha cheklash, ya'ni balog'atga yetib, bola boyaga metafora keltirdingiz, o'sha Marsdagi bola qanday o'sadi-yu, misol uchun yerdagi bola qanday o'sadi? Agar yerda uni tanalari shakllangan, umuman jismoniy imkoniyatlari to'la o'sish bosqichidan o'tib bo'lgan bolani agar Marsga olib borsak, Marsdagi tortish kuchi yoki boshqa narsa kamroq ta'sir qilishligi. Lekin yoshligidan agar Marsda o'sadigan bo'lsa, u tortish kuchi bolani o'sishiga ham, ya'ni gavdalari pastga qaragan, chunki Marsda tortish kuchi kuchliroq bo'lar ekan. Gavdalari pastga qaragan, ya'ni o'sish ham hozirgidek to'g'ri bo'lmasdi. Demak, ijtimoiy tarmoqda ham agar 17 yoshdan keyin ruxsat beradigan bo'lsak, bolada aqliy faoliyat ancha rivojlangan, xotira, diqqat ancha o'ziga kelgan bo'lganligi uchun ta'siri kamroq bo'lar. Yoki bo'lmasa ko'chada, misol uchun, yoki maktabda yoki oiladagi cheklovlar. Misol uchun, bizda Adam Guneshti kitobida keltirilganda, eng ijtimoiy, ya'ni telefon sohasidagi, ya'ni umuman texnologiya sohasidagi eng yaxshi, eng zo'r gigantlar, misol uchun Apple xo'jayini Steve Jobs o'zini farzandlari bilan tarbiyada ularni bolalarga yosh chegarasini taqiqini qo'ygan, ya'ni 14 yoshgacha telefon taqiqlagan. Yoki Bill Gates uyida chegaralar o'rnatgan. Misol uchun, bolalari yotoqxonada yoki ovqatlanish yoki umuman oshxona yoki ko'chada, bog'da umuman telefonda foydalanish mumkin emas, faqat mehmonxonada foydalanish mumkin. Xuddi shunaqa taqiqlar bilan ular o'zlarini bolalarini tarbiyalaydi. Yoki bo'lmasa, o'sha Silikon vodiysi deymiz, AQShdagi eng yaxshi dasturchilar va yashaydigan makon, o'sha makondagi dasturchilar juda ko'pchiligi o'zlarini bolalarini smartfonlar taqiqlangan maktablarga berishi. Bular bekorga keltirilmagan. Buni nimaga eslayapmiz? Ular bizdan ko'ra telefonda imkoniyatlarini ancha yaxshi bilishadi. U nimaga qodirligini va bu telefonlar bilan qanaqangi eng zo'r psixologlar, qanaqangi o'ziga eng zo'r tortadigan darajada ishlayotgan marketologlar yoki eng zo'r dasturchilar ishlayotganligini ular rosa yaxshi bilishadi va bu bolani hayotdan ko'ra yoki o'qishdan ko'ra yoki o'ziga tortishi kuchliroqligini bilganligi uchun ham taqiqlash chorasini qo'ygan. Biz ham maktabda xuddi shunaqa yechim qilganmiz. Maktabimizda to'laligicha telefondan, ya'ni smartfondan xoli muhitni shakllantirishga harakat qilyapmiz. To'g'ri, to'la bunga hali erisha olmadik, lekin qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Misol uchun, bizda darslarda telefon ishlatish deyarli mumkin emas. Bizda yotoqxona xizmati bor maktabimizda, yotoqxonada ham bolalarga telefon ishlatishni qo'limizdan kelgancha taqiqlayapmiz. Faqat mutolaa vaqtlarida ingliz tili fani uchun kerak bo'lganligi uchun berib turilyapti. Lekin buni ham qo'limizdan kelgancha elektron doskalar yoki kompyuterlar bilan qamrab olishga harakat qilyapmiz. To'laligicha. Lekin telefon jazolar, o'ziga xos jazolarni ham yo'lga qo'yganmiz. Misol uchun, maktabimizda agar darsda bola telefon ishlatadigan bo'lsa yoki ruxsatsiz, unga 10 ta yoki 5 ta o'zidan kelib chiqqan holda kitob o'qish vazifasi beriladi. Qachon shu kitoblar o'qib bo'lsa, keyin qaytarib beriladi. Yoki bo'lmasa, u telefon yilda oxirida, ya'ni bir 8 oy, 9 oy, 10 oygacha telefonlarni olib qo'yib, yilda oxirida berishimiz mumkin. Shunaqa choralar ham qo'llayapmiz maktabda. Yana bunda biz oilalardan ham yordam so'rayapmiz. Chunki bir ustozni yaxshi bir maslahatlarini bir ko'zimiz tushib o'qib qolgandik. Ya'ni hozir telefonda cheklash juda ham, dunyoda cheklashlik juda ham qiyin. Uni
faqat to'g'ri foydalanishlikda o'rgatishlik yaxshiroq. Bunda esa oila birinchi o'rinda. Bunga rosa zo'r misol keltirgan. Misol uchun global bir shahar isiyapti. Quyosh nuri juda ham qattiq qizdiryapti. Bir oila boshi sifatida, bir shu mamlakatda aholisi, fuqarosi sifatida siz yordam bermoqchisiz bu holatda insonlarga va eng birinchi yordam oilangizdan boshlanadi. Ya'ni siz o'zimizni hozirgi konditsionerlarni uyingizga o'rnatsangiz, uyingiz salqin bo'ladi va oilangiz yaxshi muhitda bo'ladi, ya'ni salqin muhitda. Lekin biz hozir siz yoki men ikkilovligimiz juda ham katta bir shaharda muzlatadigan konditsioner yaratishlik uchun bizda imkoniyat ham u qiyin rosa ham, lekin har bir oila boshi, har bir ota yoki ona o'zini uyiga konditsionerlar o'rnatishi mumkin. Bu nima degani? Ya'ni telefonda uyda nazorat qilishligi va uni cheklashligi yaxshi. Bizda ota-onalarda hozir boya eslab o'tdingiz, bir narsa ham rosa rivojlanyapti. Telefondan umuman xavotirlanishmaydi, lekin bu kitobda ham keltirilgan. Umuman ko'cha o'yinlari yoki mustaqil qaror qabul qilish, ko'chadagi risklar, xavflardan ota-onalar cheklab tashlashgan. Misol uchun siz yoki men maktabga 2,5 kilometrlab peshkom borardik, lekin hozirgi bolalar 500 metr yoki 100 metr masofaga ham ota-ona mashinada olib kelib qo'yishyapti. Xavf deyishyapti. Bir ota-ona ham bo'ldi, hattoki maktabimizga keldi. Uzoq lokatsiyada ekan dedi. Men yaqin-ku 100 metr nariyoqda marshrutka bor-ku desam, yo bolam adashib qolsa-chi dedi. Men keyin unga adashib qolsin, adashib o'rgansin, shu muammodan chiqishni o'rgansin degan maqsadda u ota-onaga maslahat berdim, lekin quloq solmadi baribir ham. Ya'ni undan ko'ra nima deydi, ko'chadagi vaziyatlarda bolaga qaror qabul qilish yoki xato qilish va undan chiqib ketish, chunki bola kelajakda albatta ota-onasiz muammolarga duch keladi va bu muammolarni o'zi yechib o'tishlikka ham o'rganishlik kerak. Chunki o'sha vaqtda ona yoki ota deya olmaydigan vaqti bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana maktabimizda bir yaxshi yechim qildik. Qo'limizdan kelgancha smartfonni unuttirish uchun bizda 5 kunlik ish o'qish 5 kunlik o'qishadi o'quvchilarimiz. 6-kun uchun esa madaniy tadbirlar uyushtiryapmiz. Misol uchun bir kuniga futbol musobaqasi, bir kuniga esa BG Quiz degan loyihaga asos solganmiz. Buni asoschisi o'zingizsiz. Har oyda bitta futbol yoki bitta quiz musobaqasi yoki bitta movie time yoki qo'shimcha darslar nimalardir qilib shanba kuni ham bolalarni jalb qilishga harakat qilyapmiz. Qo'limizdan kelgunicha. Bu umumiy yechimlar, qo'limizdan kelgancha kitobdagi yechimlarni tushuntirishga harakat qildik. Hali yana menimcha muhokama qiladigan kitoblarimiz juda ham ko'p bo'ladi. Inshaalloh bu loyiha davom etadi degan umiddamiz. Ota-onalarga va o'quvchilarga keragicha ma'lumot ulashdik degan umiddamiz. Kamchiliklari bo'lsa, birinchi marta bu ishga qo'l uryapmiz. Birinchi safar uchun aybga yo'yishmaydi degan umiddamiz. Va keyingi kitoblarda va keyingi loyihalarda yana ham yaxshiroq, yana ham qiziqarliroq ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling ustoz. Sizga ham rahmat.